Bismillahirrahmanirrahim. Sura G'ofir. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Bu kitob, ya'ni Qur'on, g'olib, hammani bilguchi Allah tarafidan nozil qilingandir. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Allah gunohni mag'firat qilg'uchidir, tavbani qabul qilg'uchidir. Allohning azobi qattiqdir. Allah in'om egisidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Oqibat qaytadigan joy uning dargohidir. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Allah'ның ayetleri, yani Kur'an to'g'risida faqat kofirlar mujadila qilishidi. Ularning shaharlarda berib kelib yurishlariga mag'rur bo'lib ketmagin. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Ular, yani Mekke kafirlerinden burun Nuh'ning qavmi va ulardan keyingi payg'ambarlarga qarshi uyushgan Od va Samudga o'xshash jamoalar payg'ambarlarni inkor qildi. Payg'ambarlarni inkor qilguvchi ummatlardan har ummat o'zlarining payg'ambarini halok qilishni qasdladi. Haqni bekor qilish uchun botil so'zlar orqali payg'ambarlar bilan munozira qilishdi. Shuning bilan ularni halok qildim. Mening azobim qandoq ekan? وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Shuningdek, ya'ni ilgirki ummatlarga tegishlik bo'lgandek, Parvardigoringning azobi kofirlarga tegishlik bo'ldi. Ular do'zax ahlidir. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Arishni ko'tirib turgan va arishning cho'risidagi farishtalar Parvardigoriga tasbih aytadi, hamdi aytadi, uningga iymon aytadi, mo'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Tavba qilganlarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qilgin. Ularni do'zax azobidan saqlagin. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Parvardigorimiz, sen ularning ota-bobolaridan
ayollaridan, avlodlaridan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan. Waqihimus sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. Parvardigorimiz, sen ularni yomon ishlardan saqlag'in. Sen kimni yomon ishlardan saqlaydi ekansan? Shubhisizki, bu kunda sen uningga rahmat qilgan bo'lasan. Bu cho'ng baxtdir. Innallazina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum id tud'auna ila al-iman fatakfurun. Shubhisizki, kofirlarga Allah'ның dunyoda sizlarga bo'lgan g'azabi, sizlarning oxiratda bir-biringlarga bo'lgan g'azabinglardan eshib tushidi. Chunki sizlar iymonga da'vat qilinatdinglar, lekin iymon aytmaytdinglar deb nido qilinadi. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Ular, Parvardigorimiz, bizni ikki qaytim o'ltirib, ikki qaytim tirildirding. Biz gunohimizga iqror qildik. Endi chiqish yo'li tepilarmi deydi. Zalikum bi annahu idza du'iya Alloh wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Bu şunun üçündür ki, sizler Allah'ni bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga sherik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlarga ko'kdan yomg'ir bilan rizq tushirib beradi. Faqat Allohning toitiga qaytgan kishilarla Allah'ның ayetlerinden vaz nasihat oludi. Fad'ullaha mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Dininglarni şerikdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilinglar. Kofirlar yoqtirmagan taqdirdimi? رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Allah'ның mərtəbəsi yuqarıdır. Allah ərşinin egisidir. Xaloyiq mulaqat bo'lishadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirish uchun Allah öz hükmü boyunca bendilerinden xoligan odamga vahyi tushirdi. Yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum shay' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Ular qabrlardan chiqqan kunda Allah'a ulardan, yani ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfiy qolmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Bugün her odamga qilgan amaliga yarasha jazo beriladi. Bugün zulm yo'qdir. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Ularni qiyomat kunidan ogohlantirgin. U chaqda dillar qo'rqinchning qattiqligidan bo'g'izlarga qaplashib oladi. Ular qayg'u hasratga to'ladi. Zolimlarga yaqin do'st va shafoati qabul qilinadigan shafoatchi bo'lmaydi. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yo'shirin narsalarni bilib turadi. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Allah adillik bilan hukm chiqaradi. Ular Allahni qo'yib ibodat qilib atgan butlar hech narsaga hukm chiqarishga qodir emas. Allah haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning ishlarini ko'rib turg'uchidir. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zatmadimi? Ular bo'lsa, zaminda kuch-quvvat va yodikorliklar, ya'ni uy imorat qurish jihatda bular, ya'ni sening qavmingning kofirlaridan ustun edi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Ularni hech ahadi Allah'ның azabidan saqlab qalolmadi. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Bu şunun üçündür ki ularga peygamberleri roşan mucizelerini elip kelgen idi. Ular işenmedi. Şunun bilen Allah ularni jazoladı. Allah haqiqatan kuchlikdir. Allah'ның azabı qattiqdir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Biz Musa'ni mucizelerimiz bilen, roşan delil bilen إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Haqiqatan Fir'avnga, Hamonga va Qarunga avatdiq. Ular Musa'ni yolg'onchi, sehrgar deyishdi. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Musa ularga dargohimizdan haq, ya'ni payg'ambarlik bilan kelganda, ular Musa bilan iymon etganlarning o'g'illarini naslini quritish uchun o'ldiringlar, ayollarini xizmatga selish uchun qoldiringlar dedi. Kofirlarning hiyli mikri
faqat barbod bo'ludi. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Firavun aytdi: "Meni qo'yib etinglar. Musoni o'ltiraman. Musa o'zini mendan qutuldirish uchun Parvardigorini chaqirsin. Men haqiqatan Musoning dininglarni o'zgartib etishidan yoki zaminda, ya'ni davlatda qalaymaqonchilik tug'dirishidan qo'rqaman." وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Musa aytdi: "Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga sig'inib, hisob kuni, ya'ni qiyomat kuniga ishonmaydigan har bir mutakabbirning ziyonkashlik qilishidan panoh tilayman." وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Firavun xonadoniga mansub iymonini yoshiradigan bir mo'min odam aytdi: "Sizlar Parvardigorim Alloh degan kishini o'ltiramsizlar? Holbuki u sizlarga haqiqatan Parvardigoringlarning dargohidan ro'shan dalillarni elib keldi. Agar u payg'ambarlik da'vosida yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchilikning ziyni uning o'zigidir. Agar u rostchil bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Alloh haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi." يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. "Ey qavmim, bugun saltanat sizlarning ilkinglardadir. Misr zaminida sizlar g'olibsizlar. Agar bizga Allohning azobi kelsa, uningdan qutulishga bizga kim yordam beradi?" Firavun aytdi: "Men sizlarga faqat nemini to'g'ri deb qarasam, shuni maslahat beraman. Sizlarni men faqat to'g'ri yo'lga boshlayman." وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Mümin odam aytdi: "Ey qavmim, sizlarning Nuh, Od, Samud qavmlariga o'xshash مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. va ulardan keyingilarga o'xshash jamoalar uchirgan jazoga uchirishinglardan qo'rqaman. Alloh bandalariga zulm qilishni xohlamaydi. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. Ey qavmim, men sizlar uchun haqiqatan qiyomat kunidan ansirayman. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. U kunda do'zax azobining dahshatidan qo'rqib, orqanglarga chekinsizlar.
sizlarga hech Allohning azobidan qutuldirg'uchi bo'lmaydi. Kimki Alloh uni gumroh qildi ekan, uni hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Şək şübhəsiz ki, ilgiri sizlərə Yusuf Allah'ın dərgahidin roşan möcüzələrini elib gəldi. O elib gəlgən dəlildin sizlər hamon şəkləndinlər. Ta ki o vafat bolğanda dəlil pakitsiz halda Allah onundan keyin hergiz peygamber əvətməydi dedinlər. Allah günahda həddidin aşqıçını. Dinda şəklen gücünü muşundaq azdırdı. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Allah'ın ayetleri üstüde özlerine Allah tərəfindən gələn heç qandaq dəlil bolmasdın, qarısığa janjallışıdığanlar Allah'ın dərgahida və möminlərinin nəzərində qattiq nəfrətə qalıdı. Buzğunçılıq qılıb imandan baş tartqan, bəndələrə zomigerlik qılğan hər qandaq adamның dilini Allah muşundaq peçətlib etdi. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Firavun vaziri Haman'a, "Ey Haman, bana bir egiz bina salgın. Onun bilen men darvazalarga أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب." Osmanның darvazalarına yetişim mümkün. Şunun bilen men Musa'nın ilahini körey. Men hakikaten Musa'ni yalğançı dep guman qılıman dedi. Firavunga onun yaman amali şundaq chiroyli ko'rsatildi. Firavun gumrohligi tufaylidan hidoyat yo'lidan man'i qilindi. Firavunning hiyli mikri faqat bekordir. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. Firavun xonadonidan iymon etgan kishi aytdi: "Ey qavmim, sizlar manga agishinglar. Men sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayman." يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Ey qavmim, bu dunyo tirikchiligi faqat vaqtlik foydalanishdan iboratdir. Oxirat haqiqatan mangulik qarorgohdir. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Kimki bu dunyoda birer yomonlikni qiladigan, uningga oxiratda shuningga loyiq jazo beriladi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, kimki o'zi mo'min turib birer yaxshi ish qiladigan, ani shular jannatga kiradi. Jannatda ularga
hesapsız rızık beriladi. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ Ey qavmim, manga nemidir ki, sizlarni men dozaqdan qutulishga da'vat qilaman. Sizlar bo'lsanglar, meni dozaqqa da'vat qilasizlar. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga sherik keltirishga da'vat qilasizlar. Holbuki men sizlarni g'olib, bandalarning gunohlarini nihoyat mag'firat qilguvchi Allohga da'vat qilaman. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Haqiqatan sizlar meni uningga, ya'ni butga ibodat qilishga chaqirsizlar. Uning dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirg'ini yo'q. Bizning oxir boradigan joyimiz Allohning dargohidir. Gumrohlikda haddidan oshquchilar ahli do'zaxdir. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Sizlarga azob nozil bo'lgan chaqda sizlarga aytgan so'zimning rostligini eslaysizlar. Men ishimni Allohga topshiraman. Alloh haqiqatan bandalarini ko'rib turg'uchidir. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Allah uni Fir'avn jamoasining suiqastlaridan saqladi. Fir'avn jamoasiga eng yomon azob nozil bo'ldi. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ular atigini oqshimi o'tqa to'g'rilanib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda, ey Fir'avn jamoasi, azobning eng qattiqiga, do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. U çağda ular do'zaxda o'z ara munozirlashidi. Ojiz agashkuchilar hakovir agashturguchilarga shubhisizki biz sizlarga agashgan edik. Bizdan do'zax azobidan bir qismini elib tashlay olamsizlar deydi. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Hakovir agashturguchilar shubhisizki biz hammamiz do'zaxdadurmiz. Allah haqiqatan bandalarning orasida hukm chiqardi deydi. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Do'zaxdagilar do'zaxqa muakkal farishtalarga sizlar Parvardigoringlarga duo qilinglar. U bizdan bir kunlik azobni yeniklasi ishkan deydi. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Ular, yani dozaqqa muakkal farishtalar, payg'ambaringlar sizlarga ro'shan mo'jizalarni elib kelmaganmidi? deydi. Ular, yani kuffarlar, ha, elib kelgan edi deydi. Ular, yani farishtalar, sizlar duo qilinglar, lekin kofirlarning duosi foydasizdir deydi. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Şek şübhisiz ki biz payg'ambarimizga, mo'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mo'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. Şübhisiz ki biz Musaga hidayet ata qildik. İsroil avlodiga kitob, yani Tavratni miros qilib berdik. Hudan va zikra li ulil albab. U aql egalari uchun hidayetdir ve nasihattir. Fasbir inna va'dallahi haqqun vastaghfir li zanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Ey Muhammad, mushriklarning yetkizgan aziyatlariga sabr qilgin. Allah'ның sana ve senin tavalaringga yordam berish va'dasi haqiqatan haqdir. Gunohingga istig'for etqin. Oqshimi atigini Parvardigoringga hamdi bilan tasbih etqin. İnnellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi bighayri sultânin atâhum in fî sudûrihim illâ kibrun mâ hum bibâlighîh. فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Şübhisiz ki Allah'ның ayetleri üstüde özleriga Allah tarafından kelgen hiç qandaq dalil bolmasdan qarısığı janjallashadiganlarning ko'kraklarida faqat kibri bor. Ular Allah'ның nurini o'chirishdan iborat maqsadiga yetalmaydi. Allah'ga seg'inib ularning sharridan panoh tilegin. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir. Hammani ko'rib turg'uchidir. La xalqus samawati wal ardi akbar min xalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Ama bilen ko'zi ko'rdigan odam, ya'ni mo'min bilan kofir barobar bo'lmaydi. Iymon aytgan, yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qilguvchi odamlar barobar bo'lmaydi. Sizlar oz vaz nasihat olasizlar. Innas sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nas la yu'minun. Qiyomat cho'qim keladi. Uningda shak yo'q. Va lekin
insonlarning to'lisi uningga ishonmaydi. Shuning uchun ular o'lgandan keyin tirilishni, qiyomat kuni beriladigan mukofot bilan jazoni inkor qiladi. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Parvardigoringlar aytadi: "Menga duo qilinglar. Men duoyinglarni qabul qilaman. Tilagininglarni beraman. Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kiradi." الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Kunduzi ishlab yetgan horg'inlikdan orom elishinglar uchun Alloh sizlarga kechini qorong'u qilib yaratdi. Tirikchilik yo'lida harakatlanishinglar uchun kunduzni yo'ruq yaratdi. Alloh insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Va lekin insonlarning to'lisi Allohning ihsoniga shukr qilmaydi. Allohning marhamati va ne'matlariga nonko'rlik qiladi. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Ani shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Hamma narsani yaratquchidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketsalar, كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Allohning oyatlarini inkor qilganlar hidoyatdan va haqiqatdan shundoq burilib ketadi. Ey Muhammad, qavmingning Allohning oyatlarini inkor qilganligiga qayg'urib ketmagin. Ulardan ilgari o'tganlar mushundoq qilgan. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah sizlarga zeminni turalg'u, osmonni bino qildi. Sizlarni suratga kirgizdi. Suratinglarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ani shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Olamlarning parvardigori Allohning barkati buyukdir. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Allah hayotdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Dininglarni shirkdan va riyodan sap qilgan holda uningga ibodat qilinglar. Jimi hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Ey Muhammad, aytqin ki, parvardigorimdan menga ro'shan dalillar kelgan chog'da sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlarga ibodat qilishdan man'i qilindim. Olamlarning parvardigoriga bo'ysunishga buyurildim. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم
ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Allah sizlarni, ya'ni otanglar Odam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan obi ma'nidin, ondan lahti qondan yaratdi. Ondan u sizlarni onanglarning qornidan bovoq holatinglarda chiqaradi. Ondan kuch-quvvat va aqlda kamolat yeshi qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ondan qeyriysilar. Ba'zinglar burun vafot bo'lib ketisizlar. Ondan sizlar muayyan vaqtgacha yashaysizlar. Sizlar Allohning qudratining dalillarini tushungaysizlar. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah tirildirishga va o'ldirishga qodir. U biror ishni qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Allah'ның ayetlari ustida janjallashayotganlarni ko'rmadingmi? Ular qandoqmi hidoyatdan gumrohlikka burilib ketadi? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Ular kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qildi. Payg'ambarlarimizga biz nozil qilgan mo'jizalarni inkor qildi. Ular uzoqqa qolmay inkor qilganliklarining oqibatini biladi. Idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun. Idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun. U chaqda, ya'ni do'zaxga kirganda, ularning bo'yinlarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Ular fil hamim thumma fin nar yusjarun. Qaynoq suvi so'rab kiriladi. Ondan o'tda ko'ydiriladi. Thumma qila lahum ayna ma kuntum tushrikun. Ondan ularga Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlar qayerda deyiladi. Dunillah qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'an kadhalika yudillu Allohul kafirin. Ular u butlar o'zlarini bizdan chatga oldi. Balki biz ilgari hech narsaga ibodat qilmaydik deydi. Allah kofirlarni mushundoq gumroh qiladi. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri al-haqqi wa bima kuntum tamrahun. Bu azab sizlarning ziminda haqsiz ravishda gunoh qilib pul molni haram yo'llarga sarf qilganliginglar uchun xushal bo'lganliginglar va hakavur bo'lib ketganliginglar uchundir. Udkhulu abwab jahannam khalidin fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Sizlar do'zaxning darvozalaridan kirib, u yerda mangu qilinglar. Mutakabburlarning joyi nima degan yomon? Fasbir inna wa'dallahi haqqo fa imma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Ey Muhammad, qavmingning seni inkor qilganligiga sabr qilgin. Allohning ularni azoblash to'g'risidagi va'dasi haqiqatan
haqdir. Sana biz ularga va'da qilgan azobning bir qismini ko'rsatsak, bu Allohning va'dasiga vafo qilganligidir. Yoki seni uni ko'rsatishdan burun vafot qildirsak, ular bizning dargohimizga qaytariladi. Qiyomatda ular azobga duchor bo'ladi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Sendin ilgiri biz haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasidan sana bayon qilib berganlarimizmi? Bayon qilib bermaganlarimizmi bor? Hech qanday payg'ambar Allohning iznisiz biror mo'jiza keltirolmaydi. Allohning amri, ya'ni qiyomat kelgan chog'da kishilarning orasida adolat bilan hukm chiqariladi. Bu chog'da haqqa qarshi turg'uvchilar ziyon tortadi. Allohul-lezî ja'ala lakumul an'âme litarkabû minhâ ve minhâ ta'kulûn. Minishinglar va go'shtlarini yeyishinglar uchun Alloh sizlarga hayvonlarni yaratdi. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Ular sizlarga nurg'un foyda keltirdi. Ularga minib, dilinglarga pukkan hojitinglardan chiqsizlar. Quruqlikda yük taqlaringlarni ularga ortsizlar. Dengizda kemalarga qochilaysizlar. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar Allohning qudratining qaysi alomatlarini inkor qilasizlar? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Ular zeminda sayr qilib, ulardan ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zatmadimi? Bulardan ularning soni ko'p edi. Zeminda kuch-quvvat va yodikorliklar, ya'ni uy imorat jihatda bulardan ustun edi. Ularning qo'lga keltirgan narsalari ularga asqatmadi. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelganda o'zlarida bor ilm bilan faxrlanib payg'ambarlarni inkor qildi va masxira qildi. Ularga o'zlari masxira qilgan va kelsa deb oldirgan azob nozil bo'ldi. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Ular bizning azobimizni ko'rgan chog'da biz bir Allohga iymon etdik. Biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Bizning azobimizni ko'rgan chog'da aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu, ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydaliq bo'lmasligi
Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi.